Assalomu alaykum. Bugungi mehmonimiz Masturaxon. Assalomu alaykum. Operatsiyangiz qachon bo'lgani va o'zingiz haqingizda ozgina gapirib bera olasizmi? 2023-yil iyun oylarida bo'lganda. 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'lib qoldi. Hozir ishlaysizmi? Ishlayman. Ishlaysiz. Yaxshi. Shu dardingiz haqida bilganda yaqinlaringiz munosabati qanday bo'lgan? Ular bilishganda shu ko'proq menga dalda berishgan. U tushkunlikka tushish shunaqa narsalar bo'lmagan. Hammasi Allohdan ekanligiga nima qilib, ishonch hosil qilib, yaxshi bo'lishimga, tuzalishimga ishonishganda. O'zingizda qo'rquv yo'q. O'sha paytlar ishlab yurganman, hech qanaqa menda qo'rquv bo'lmagan. Nasib bo'lsa yaxshi bo'lib ketadi deb ishonganman. Yaxshi. Va bilan qanday tanishgandingiz? Sizlar bilan Qo'chqorg'a degan doktorim bordi, ko'ptarmali больницada ishlaganlar. Keyin Toshkentga yo'naltirganlar bizlarni. Keyin Toshkentda через tanishib ketganmiz, lekin sizlar bilan. Fortis shifoxonasiga borganingizda birinchi taassurotingiz qanday bo'lgan? Shu kirib borganda eng birinchi mendagi taassurot ulardagi kuchli rivojlangan meditsina. Hayron qolganman ular meditsinasiga. Hamshiralari yoshgina bo'lsa ham, lekin o'sha reanimatsiya, jonlantirish bo'limlarida ishlashganiga hayron qolganman. Va ko'proq sizni doktorlar malakasi hayron qoldirganmi yoki apparaturasimi yoki binolar qurilishi, infrastruktura, ichidagi tozaliklarigacha, doktorlarning bilim darajasi hammasiga hayron qolgan. Butun jarayon davomida Hindistonga borganingizda kelgunizcha sizni doimiy qo'llab-quvvatlaganlar kimlar bo'lgan? Ota-onam birinchi navbatda, undan tashqari yana yaqin do'stlarim bo'lgan, qarindoshlar, hammalari yonimda turishgan oxirigacha. Muvaffaqiyatli o'tganini bilganingizda birinchi his-tuyg'u qanday tuyg'u bo'lgan? Hammasi shu yoshgacha kirgan, shu yoshgacha kelganimgacha boshimdan o'tganlar, yana davom ettiradigan hayotim. Bu yog'i endi kelajakda nasib bo'lsa, yaxshi niyatlar qilganman, o'zimga motivatsiyalar berganman. Rivojlanishim uchun eng ko'p hayolimga kelgan narsa shu bo'lgan. Bundan keyin faqat rivojlanaman, o'saman, o'zimga o'xshagan kasallar bo'lsa, ularga faqat yordam berib, ularni ham davolatishga harakat qilaman. Shu bo'lgan. Rahmat, niyatingizga yeting. Va hayotingizdagi hozir eng ko'p qadrlaydigan narsa nima? Operatsiyadan keyin eng birinchi navbatda sog'ligim. O'zimni hozir ham juda asrab-avaylayman. O'sha ovqatlanish ratsionimgacha. Keyin qolgani shu ota-onamni yaqinimni deb bilaman. Ular eng qiyin paytimda yonimda bo'lishgan, meni shuncha asrab-avaylab hozirgi yana hayotga qaytarishgan. Birinchi navbatda Allohdan hammasi, qolgani ota-onamdan. Sizga o'xshab tayyorgarlik ko'rayotgan va shu dard bilan aziyat chekayotgan bemorlarga qanday umid bergan bo'lardingiz? Eng birinchi navbatda ular umidini so'ndirmasligi, duo qilib Allohdan so'rashi, o'zi ham tushkunlikka tushmasligi kerak. Birinchi navbatda odamda iroda bo'lishi kerak, o'sha irodani sindirmasdan harakat qilishi. Shu tushkunlikka tushmasligini tilayman ularga. Rahmat katta Masturaxon. Sog' bo'ling doimo. Ota-onangiz baxtiga. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar sizlar. Rahmat.